Ravshan Zolotoy nomi Interpol qidiruv xizmatidan shubhali tarzda olib tashlandi. Rossiyada yoqilg'i inqirozi jiddiylashmoqda. Zelenskiy Rossiya urushda foydalanadigan obyektlarga preventiv zarba berishni buyurdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi so'rovi bilan Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilgan Ravshan Muhiddinov nomli Interpol saytidagi qidiruvdagi shaxslar bo'limidan olib tashlandi. Ravshan Zolotoy laqabi bilan tanilgan o'zbekistonlik Ravshan Muhiddinov joriy yilning aprel oyida O'zbekiston so'rovi bilan Interpol qidiruvga berilgan edi. O'sha vaqtda joylashtirilgan e'londa 1988-yilda tug'ilgan Ravshan Muhiddinov Jinoyat kodeksining 173-moddasi 3-qismi, ya'ni mulkni qasddan nobud qilish yoki unga zarar yetkazish, 242-moddasi 2-qismi, jinoiy uyushma tashkil etish, 277-moddasi 3-qismi bezorilik bilan ayblanayotgani qayd etilgan edi. Qidiruv haqidagi e'lon ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lganidan 2 kun o'tib 19-aprel kuni Ravshan Muhiddinov Instagramdagi sahifasiga Angliya poytaxti Londonda tushgan suratini joylashtirib, post ostida shunday izoh qoldirgan: har bir yigit boshiga tashvish kelsa, yigitlik qilganga kelsin. Insonlarga sotqinlik yoki vatanga xoinlik qilganda emas. Ravshan Muhiddinovga nisbatan xalqaro qidiruv e'loni nega Interpol saytidan yo'qolib qolgani hozircha noma'lum. Ichki ishlar vazirligi tomonidan unga nisbatan e'lon qilingan ayblov va ishning borishi haqida ham aniq ma'lumotlar mavjud emas. Har holda vazirlik Muhiddinov nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilmagan haqida axborot bermagan. Bu Ravshan Muhiddinovning birinchi marta qidiruvga berilib, so'ng muammosi to'xtatilishi bilan bog'liq birinchi hodisa emas. U 2007-yilda, ya'ni 18 yoshida Jinoyat kodeksining bir nechta moddalar, jumladan jinoiy uyushma tashkil etish bilan ayblanib qidiruvga berilgan. U 12 yil davomida O'zbekistondan tashqarida, asosan Istanbul va Dubayda istiqomat qilgan. 2019-yilda unga nisbatan e'lon qilingan qidiruv bekor qilindi va O'zbekistonga qaytib keldi. Xabarlarga ko'ra, Muhiddinov nisbatan o'sha vaqtda qo'zg'atilgan jinoiy ishlar qayta ko'rib chiqilib oqlangan va Xalqaro havaskor boks assotsiatsiyasining sobiq prezidenti G'ofir Rahimovning jiyani hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ravshan Muhiddinovning o'z tog'asi G'ofir Rahimov bilan moliyaviy masalalarda kelishmovchiligi bo'lgani va bu nizo hatto jismoniy tazyiqgacha borib yetgan haqida video murojaatlar tarqalgan. Ba'zi ommaviy axborot vositalari va ekspertlar uni MDH hududidagi ta'sir doirasiga ega shaxslar bilan yaqin aloqada deb hisoblashadi. Biroq Muhiddinovning o'zi bergan intervyusida bunday iddaolarni rad etib, shunchaki tadbirkor ekanini ta'kidlaydi. Ma'lumot uchun, Interpol, ya'ni Xalqaro jinoyat politsiya tashkiloti bazasidan xususan qizil bildirishnoma berilgan shaxslarning ism-shariflari va qidiruv e'lonlari olib tashlanishi murakkab huquqiy jarayon hisoblanadi. Bunday qarorlar Interpol bosh kotibiyati yoki maxsus mustaqil organ, Interpol fayllarni nazorat qilish komissiyasi tomonidan qabul qilinadi. Agar qidiruv e'lon qilgan davlat, ya'ni so'rovchi tomon shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni tugatsa, ayblovlarni olib tashlasa yoki o'sha davlatda amnistiya e'lon qilinsa, qidiruv o'z-o'zidan asossiz bo'lib qoladi. Davlat bu haqda Interpolni xabardor qiladi va so'rov bekor qilinadi. Shuningdek, qidiruvdagi shaxs qo'lga olinsa, so'rovchi davlatga topshirilsa, ya'ni ekstradatsiya yoki o'z yurtiga jazoni o'tashga kirishsa, qizil bildirishnoma o'z maqsadiga yetgan hisoblanadi va tizimdan o'chiriladi. Qolaversa, Interpol qoidalariga ko'ra tashkilotning siyosiy, harbiy, diniy yoki irqiy xarakterga ega bo'lgan ishlarga aralashishi qat'iyan man etiladi. Agar qidiruvga berilgan shaxs yoki uning advokatlari Interpol fayllarini nazorat qilish komissiyasiga ushbu ta'qib aslida siyosiy motivlarga ega ekanini yoki inson huquqlarini buzish maqsadida qilinganini isbotlab bersa, Interpol bildirishnomalarini bekor qiladi. Interpol nizomining 2-moddasiga muvofiq tashkilot faoliyati inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi ruhiga mos kelishi kerak. Agar shaxs ushbu qidiruv natijasida vatanida qiynoqlarga solinishi, adolatli sudlovdan mahrum etilishi yoki hayoti xavf ostida qolishini asoslab bera olsa, ya'ni ayniqsa bunga biror davlat tomonidan siyosiy qochqinlik maqomi berilgan bo'lsa, qidiruv olib tashlanadi. Qidiruv bekor qilinishiga yana qo'shimcha asoslar: so'rovchi davlat tomonidan taqdim etilgan jinoyat ishi hujjatlarida jiddiy kamchiliklar bo'lsa, jinoyat tarkibi yetarlicha asoslanmagan bo'lsa, qidiruvga berish uchun belgilangan moliyaviy yoki huquqiy chegaralardan past bo'lsa, milliy darajadagi hibsga olish orderi noqonuniy yoki xato chiqarilgan bo'lsa, agar jinoyat sodir etilgan vaqtdan boshlab qonunchilikka belgilangan javobgarlikka tortishning eskirish muddati o'tib ketgan bo'lsa va shaxs hali ham ushlanmagan bo'lsa, ushbu asos bilan ham qidiruvni bekor qilish so'ralishi mumkin.
Rossiyada yoqilg'i inqirozi jiddiylashmoqda. Rossiyada yoqilg'i inqirozi avj olmoqda. Ukraina dronlari mamlakatning turli hududlaridagi neftni qayta ishlash zavodlariga hujumlarni davom ettirmoqda. Bunday hujumlar tufayli neftni qayta ishlash korxonalari faoliyatini to'xtatishga yoki ishlab chiqarishni qisqartirishga majbur bo'lmoqda. Mamlakatning turli qismlariga yoqilg'i quyish shoxobchalariga mahsulot yetkazib berishda uzilishlar boshlangan. Shu bilan birga rasmiylar ko'p hollarda benzin uchun uzun navbatlar yuzaga kelayotganiga yoqilg'i yetishmovchiligi emas, balki talab haddan tashqari oshib ketgani bilan bog'lamoqda. Bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Novak Rossiya Federatsiyasi prezidentiga yoqilg'i bozoridagi vaziyat nazorat ostida ekanini aytib hisobot berdi. Shu bilan birga Novak ayrim avtomobillarga yoqilg'i quyish stansiyalarida vaqti bilan yuzaga keluvchi obyektiv logistika muammolari mavjudligini tan olgan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Novak neftni qayta ishlash zavodlari benzinni kamroq ishlab chiqarayotganiga Ukraina dronlarining hujumlarining sabab bo'layotgani haqida to'xtalmagan. Undan farqli ravishda Rosneft rahbari yoqilg'i inqiroziga qarshi kurash bo'yicha o'z chora-tadbirlar ro'yxatini tayyorlagan. Igor Sechin Putinga yo'llagan maktubida dronlar zarbalari oqibatida Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga misli ko'rilmagan darajada zarar yetkazilgani haqida ma'lum qilgan. Hozircha rasmiylar ko'rayotgan choralar aytarli natija bermayapti. Har kuni Rossiyaning qaysidir hududida yoqilg'i sotish cheklangani to'g'risida xabarlar chiqmoqda. Qayerdadir benzinni kanistrga g'amlab olib ketishining o'zigina taqiqlangan bo'lsa, qayerdadir bitta avtomobil uchun sotib olish mumkin bo'lgan benzin miqdoriga limit belgilamoqda. Ayrim regionlar rasmiylari bunday cheklovlarni hukumat emas, balki yoqilg'i quyish shoxobchalari, masalan Moskva va Sankt-Peterburgda joriy etilayotganini ta'kidlamoqda. Quyida 24-iyun holatiga rasmiy cheklovlar amalda bo'lgan regionlar ro'yxati. Unga aholisi yoqilg'i taqchilligi yuzaga kelganidan shikoyat qilayotgan, ammo rasmiylar hozircha cheklovlar haqida rasman e'lon qilinmagan hududlar kirmagan. Zelenskiy Rossiya urushda foydalanadigan obyektlarga preventiv zarba berishni buyurdi. Ukraina Rossiyaning urush uchun foydalanayotgan obyektlarga qarshi preventiv zarbalar beradi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bayonotiga tayanib Reuters xabar berdi. Kiyev Moskvani muzokaralar olib borishga majburlash maqsadida Rossiya energetika infratuzilmasiga zarbalar ko'lamini kengaytirmoqda. Men maxsus xizmatlarimiz va harbiylarimizga Rossiya urush harakatlarini kengaytirish uchun foydalanadigan obyektlarga qarshi oldindan harakat qilishni buyurdim, dedi Zelenskiy. Ukraina dronlari 24-iyun kuni Qrimning eng yirik shahridagi elektr ta'minotini izdan chiqarib, Rossiyaning markaziy va janubiy hududlaridagi obyektlarni nishonga oldi. Kiyevning neftni qayta ishlash zavodlari va energetika obyektlariga zarbalar davom etayotgan fonida Rossiyada yoqilg'i inqirozi yanada chuqurlashmoqda. Poytaxtdagi Moskva neftni qayta ishlash zavodi Ukrainaning dron hujumlari oqibatida katta zarar ko'rgani sababli kamida 6 oy davomida ishlamaydi, dedi sohadagi manbalar. Bu esa Rossiya bo'ylab yuzaga kelgan yoqilg'i taqchilligiga qarshi kurashish borasidagi sa'y-harakatlarni qiyinlashtiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada neft mahsulotlari va koks ishlab chiqarish may oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 13,5% ga kamaygan. Dunyodagi 3-yirik neft ishlab chiqaruvchi davlat hisoblangan Rossiya 2022-yilgi bosqindan beri neft qazib olish va eksportga oid ma'lumotlarning katta qismini e'lon qilishini to'xtatib qo'ygan. Reuters manbalariga ko'ra, Rossiya ichki bozordagi taqchillikni bartaraf etish maqsadida Qozog'iston bilan qariyb 50 ming tonna AE92 markali benzin import qilish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda.